Har bitta ayol o'qib ko'rishi kerak bo'lgan 3 ta kitob. Birinchisi bu Smelost не нравится degan kitob. Agarda erkinlik xohlasangiz, boshqa odamlarga yoqmaslikka tayyor bo'lishingiz kerak ekan. Har doim odamlarga yoqishga, ularni nima deyishlariga qarab yashaydigan bo'lsangiz, hech qachon erkin bo'la olmaysiz. Hayotingizni oxirigacha rol o'ynab o'tib ketar ekansiz. Ikkinchisi bu Ketike yozgan Самоуверенность degan kitob. Tadqiqotlar ko'rsatishi bo'yicha sizning mahoratingiz va tajribangiz juda ham muhim bo'lsa-da, baribir eng jasur bo'lgan va eng jur'atli bo'lgan odam yutib ketar ekan. Bizga bu yoqmasligi mumkin, lekin eng ko'p tayyorgarlik ko'radigan odam emas, eng xarakterlisi har doim muvaffaqiyatga erishar ekan. Uchinchi kitob bu sevgi va munosabatlar haqida. Nomi Обними меня крепче. Muallifning aytishlari bo'yicha sizni eng ko'p hayajonlantiradigan odam bilan emas, navrot sizni tinchlantiradigan odam bilan munosabatda bo'lishingiz kerak ekan. Agar u odamni oldida tanangiz dam oladigan bo'lsa, demak oila qurishga arziydigan odam topibsiz deyiladi. Voila, gulimiz ham tayyor.